nogironlik loyihalarini qo'llab-quvvatlash, banklar bilan birga kichkina masalasi hal bo'lsa yoki aynan Aloqabank yoshlar banki etib belgilanib prezidentimiz 14-fevralda hal qilish kerak bo'lgan yoki bo'lmasa maslahat kerak yoki sizlar tashabbus bilan bildirganlar shu bolani nomidan oxirgi mana shu 4 yilda kelmish o'sha ijroga joy olishim kerak yetmaydi. yoshlarni tadbirkorligini, bankligini va startap loyihalarni shu bankga o'zimiz beramiz. Faqat o'sha bankka borib Bu kishilar Samarqanddan yo Toshkentdan do'kondan borib ko'ryapti. Rasmiy bankdan Juda ko'p tajribam bor. Kursga o'qiganman. Sraz jamoat kelib, Namunasi bor menda. O'zi inglizcha talaffuzda gapirish kerak. biz jamoaga tanlov asosida faqat jalb qilamiz. Biz sizni shu tanlovga taklif qilmoqchimiz. 500 ming euro. Kimga bankga murojaat qilgan muammolar bo'lsa alohida muammosini